Bir adamning dunyo qarashini bilmoqchi bo'lsangiz, uningla 3 parchalik haqida qissa to'g'risida paranglashib baqsangiz, tahlillab baqsangiz, personajlar tahlillerini olib baqsangizlar, bu odam samimiy odammi, oq ko'ngil odammi deganni bir odamni his qila olasizlar, tushuna olasizlar. Hamda bir odamni qiyshiq berib, siz oq ko'ngilmi, siz yaxshimi deb so'rag'lanmaydi, so'rsaqmi uning birdigan javobi aniq ko'nglimizga, shunami? Endi bu odamni biz tushunmaymiz, tushunib baqmoqchi bo'lsanglar, 3 parchalik haqida qissa to'g'risida mush asardagi personajlar to'g'risida tahlil qilib beqinglar. Ba'zilar sov-sovg'amroq bo'lishi mumkin, ba'zilar jugulyanga cho'qinishi mumkin, ba'zilar simayig o'sh bo'lishi mumkin, ba'zilar go'yug amroq bo'lsa, ba'zilar akavur deyish mumkin. Har bir kishilarning o'ziga har bir qarishi har xil bandir bor. Endi lekin mushlarning ichida Xoqon Taqsi Liu Shuanda Liu Beyni saxta mehribon, yilga saxta oq ko'ngil, saxta birodar deydigan ash og'zidan chiqib bo'g'chichi birinchi Liu Beyga ondaq men bak o'sh mundaq deb deydigan odam bo'lsa, mash odamning psixikasi masala ekan. Yüzülen yaxshi odam emasga deb o'ylasanglar bo'ldi. Nimishqa? Chunki bu odam o'zini oq ko'ngil mehribon emas bo'lib qolmasdan, hatto dunyoda Liu Beydek bir oq ko'ngil mehribon kishining borligiga ishonmaydi. Tarixdan o'tganligidimi gumonlandi o'sh. Bunday qilishi qat'iy ishonmaydi. Bunday odam bor. Odamlarning hammasi menga o'xshash qarniya. Nada bunday oq ko'ngil odam bo'lsin deydi. O'g'riga hammadan o'g'ri ko'rinib turgandek-ku. O'ylab baqayli. Ajiba siz osh ming yillardan burun yashagan shu davrlik odamni mush asar yoki televiziya teatrini ko'riblar, shuningki amaliyat saxta mehribon, yolg'onchi, saxt oq ko'ngil ekanligini his qilib oldingiz, bila oldingiz. Unda olsa shu davrda mana shu Liu Bey bilan bir yil bir oy bir kunda o'limiz deb bir umr agashgan Guayu Zhangfeilar bir umr mashinchilik ishini his qilolmasmi? Liu Bey bilan kunda yetib qopib har xil hayot mamatlik bilib bu azraqni his qilmaydigan shu darajadagi kalva qapaqlashma bular. Unda siz oshni o'qib qilibsiz. Ajiba siz yotgan ajdiro chujusimliqdimi aqlliq danishmanmi? Bu shaytki Jugulyan kabidan chiqqandan boshlab Liu Bey o'lib ketgandan keyin mu adi shu Liu Beyga sadoqatmanlik bildirib, shuning orzusini amalga oshirish uchun bir umr tirishdi. Endi Pangtong Pangshuyaga qarsak bu Sunchuanning qishig'ini berib baqqan, Saosovning qishig'ini berib baqqan, oxirida Liu Beyni tanladi. Liu Beyni tanlash bilan birga hatto Liu Bey uchun o'zining jinini qurbon qilishga rozi bo'ldi. Unda tarixda o'tgan mush ikki cho'ng donishmand uqolmabdi. Ajiba sizlar osh ikkisidan bir donishmand aqlliqmi? Qaranglar, o'yinni beqinglar mana masalani. Endi ba'zilar mush asardagi katta donishmandlardan masalan Simayiga nait amroq bo'lganlik tufaylidan Jugulyangni yaratmaydi. Jugulyangni zangli qildi hatto o'sh. Ba'zilar Jugulyanga ajoyib amroq qoyillik tufaylidan Simayiga o'sh hatto nafrat qildi. Mana bundalarning psixikasida masala bor, qalbida bir jarohat bor. Shunami? Amaliyotda Jugulyanni yaxshi ko'rsak bo'ladi, lekin Jugulyanni yaxshi ko'rganligimiz tufaylidan Simayga o'shilishimizdan qilch zurriyat yo'q. Hatto Jugulyan o'zimiz Simayni mening katta sirdishimga deb qoyil bo'ldi-ku. Masalan, bugungi zamonga aytsak-mi, futbol qo'shayi Cristiano Ronaldo bilan Messi qarsak, ba'zilar Messiga nait amroqlik tufaylidan Selo intayin o'sh. Nimish qo'ysan desa Selobek oqsa odam yaratmaydi deydi. Seloning top o'ynaydigan texnikasi u bu ko'zi ko'rinmaydi. Lekin Messiga amroqlik tufaylidan Selo qo'sh. Endi ba'zilar bu yerda Ronaldoga amroqlik tufaylidan Messiga nafrat qiladi. Demak, bularningki shu kallisda, psixikasida bir masala bor. Shunami? Amaliyotda Seloga amroq bo'lsak bo'ladi-ki, Messiga o'shilishimizning zarurati yo'q. Shaxsan men Cristiano Ronaldoga amroq, lekin Messiga qilch o'sh emas. Men Jugulyanni yaxshi ko'rman. Biroq Simayga qat'iy o'sh emas. Demak, yig'incha qilsak, boshqalarningki qandoq odamligini bir bilib baqa aytsanglar, aldirmay o'ltirib, uch parchalik haqida qissa to'g'risida tahlil qilib beqinglar. Qodi kitobning narsini ko'ramsa, "Ash balim, manda" deganti. Senchi qandoq ko'ramsa ash balimni deb qilsanglar, oning fikri orqali, "Sen menda qaraq odam kelsa" deb his qila olasizlar. Ko'pchilik rahmat. Uch parchalik haqida qissa to'g'risida savolingizni olsa, qiynalib qoldirsanglar bo'ldi. Rahmat.